Surxondaryoning hamma qizini qizg'anaman. Qizg'anganim uchun ham gapirganman. Mana shu dilimga kelgandan keyin Men dilimi haqida emas, men imенно sen haqida gapirmoqchiman. Mendan kichkina bo'lsang kerak, o'shanga sensiryapman, aybga buyurmaysan. Bu yerda hozir sen Surxondaryo qizlarini qizg'anaman deyapsan-da. Men Surxondaryo qizlariga pretenziyam, qandaydir da'voyim yo'q. Men demoqchi bo'lganim, bizda maktabda vatan tuyg'usini o'rgatishgan. Bizga o'sha O'zbekiston hududini hamma bir burchagini vatan deb aytishganda, o'sha har bir hududida kim bo'lsa, o'sha vatandosh deb aytilishganda, hozir sen aytyapsan Surxondaryo qizlarini qizg'anaman. O'shanda sen Andijon qizini qizg'anmaysan, Qoraqalpog'iston, Xorazm qizini qizg'anmaysanmi? Toshkent qizini qizg'anmaysan, faqat o'sha imенно Surxondaryo qizini qizg'anasan. Shunaqa bo'lyaptimi? Hozir sen o'zing tabaqalashtirib qo'ymayapsanmi hozir? Sen hozir videoyini aytyapsan, Surxondaryo ikkiga bo'linib qoldi deyapsan. Sen o'zing ham hozir xuddi shu ishni qilyapsan. Bunaqa bo'lmasdi-yu. Tushunchalar noto'g'ri-da, maqsadlar noto'g'ri. Surxondaryoliklar ikkiga bo'linib qoldi. Nima uchun ikkiga bo'linasizlar, aka-ukalarim? Nima uchun? Mehmon deysizlar-da. Mehmon deb mana shu qizlarimiz bilan video olib, o'yin kulgi qilib, Mehmon deb o'zing gapiryapsan-da. Mehmon kelgan odam kim? Boshqa davlatdan keldimi yoki boshqa bir millat vakili keldimi yo boshqa bir din vakili keldimi, yahudiy keldimi, nasroniy keldimi, kim keldi? Kelgan bo'lsa o'zingni vataningdan faqat boshqa bir shahardan bu shaharga keldi. Kelib nima qildi? Hurmatsizlik qildimi, yo'q qizlarni ustidan izdivatsiya qilib ketdimi, yo'q qizlarni behurmat qilib ketdimi, yo'q qizlarni obro'sizlantirib videoga chiqarib ketdimi? Nima qildi? Nima bir konkret narsa qildiki, sen chiqib turib bunaqa jahl qilib boshqalarga ham shu narsani ko'rsatmoqchi bo'lyapsan? Uni yoniga yaqin turib rasm tushib ijtimoiy tarmoqda to'g'ridan-to'g'ri bemalol qo'yapti. Biz esa mehmon deb o'tiribmiz. Yaxshimi shu? Bizni chesimizga tegishyapti, sizlar buni sezmayapsizlar. Bizni ayol qizlarimizni bu insonlar kelib foydalanishi uchun, video olishi uchun mehmon qilmayotgandirmiz. Balkim chesimiz uchun, obro'yimiz uchundir. Yo'q, to'g'rimi? Mehmon o'z yo'lida kelish kerak. Mehmon o'z yo'ldan chiqdimi naxu? Qabrini qo'zish kerak, tamom. Qolgan viloyatdagilar ko'radi-yu, tan berish kerak-da, haqiqiy dastoy mujizlar Surxondaryoda deyish kerak. Latta deyish kerak emas-da, o'shaning uchun gap. Men Surxondaryo. Hozir videoni boshida men Surxondaryo qizlarini qizg'anaman deb, videoni oxirida boshqa viloyatlardagilar bilish kerak, Surxondaryoning erkaklari dastoyniy deb aytyapsan. Hozir shunda biz qaysi biriga ishonishimiz kerak? Seni Surxondaryo qizlarini qizg'anishingga ishonishimiz kerakmi yoki bo'lmasa seni shu Surxondaryoning yigitlari dastoyniligini biz bilishimiz kerakmi? Dastoyni bola 12 ta viloyatda borlar. Hamma viloyatda dastoyni borlar bor. Hamma viloyatda chichqoq borlar bor. Bu qozon ko'rmaksiz bo'ladimi, bo'lmaydimi, qanday bir maqol bor edi. Har bitta joyda yomon ham bor, yaxshisi ham bor. Hozir O'zbekiston ichida hozir millatchilik targ'ib bo'lib qolmayaptimi? Tippa Surxondaryo отдельно, Toshkent отдельно, Andijon отдельно, Qoraqalpoq отдельно. Unaqa bo'lmaydi. Bizni vatan tuyg'usini o'rgatgan maktabda bunaqa bo'lmaydi. Bir-birini hammanikini qizg'anadi. Ertaga urush bo'lib qoladigan bo'lsa, Surxondaryo qiziga hujum qilsa, himoya qilasan, boshqa bir viloyatga, boshqa bir shaharda qizlariga hujum qilib tajovuz qilsa, sen shuni himoya qilmaysanmi, uni qizg'anmaysanmi shunda? Gapingga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa deyilmaydi. Chiqib turib prosta kelib behurmat qilmanglar desang bo'ladi. Boshqa bir gapni topsang bo'ladi. Umuman o'sha gapni o'zingga o'ylab, boshqa masalalarga to'qinash kelmasligi uchun, tegilmasligi uchun o'ylab gapirish kerak bu bunaqa masalalar.